So'nggi paytlarda ko'payib qolgan savollardan bittasi menda Gemini'ni 1 yillik tekin obunasi bor yoki umuman V3 orqali bemalol video generatsiya qila olaman, lekin yaxshi nisha tanlolmayapman deganlar sekin-astalik bilan ko'payyapti. Internetda har xil sun'iy intellektlarni tekinga yoki arzonroqqa olish imkoniyati paydo bo'la boshlagan ekan, bu narsaga talab ortib boraveradi. Qisqasi, savollaringizga bugun qisman javob olasizlar, ya'ni hech bo'lmaganda o'sha sizlarda tekin obuna bormi yoki arzonga yaxshi sun'iy intellekt sotib oldinglarmi, o'shandan maksimalniy foydalanib qolsa bo'ladigan nishani bugun tahlil qilamiz va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz bu kontentlarni qanaqa usulda tayyorlayotganini ham aytib ketaman deyapman. Ko'rsatib ketaman deganim yo'q. Shu narsani ham bilib olinglar. Demak, kanal hozirga qadar 18 dona video qo'ygan va 90 ming auditoriya yig'ib bo'lgan. Taxminim bo'yicha yana 1-2 kunda 100 mingga ham chiqadi. Bu kanalni prosmotrlarni ko'rib turibsiz, o'zi 18 dona video bilan bunaqa natijani ta'riflashga tilojiz desa ham bo'ladi. Sizlarga aytib o'tirishim kerak emas, o'zi natija ko'rsatib turibdi. 44 million prosmotr, 15 to'r. Qisqasi, bu kanal boshida ozroq ko'rilib, keyin bir portlab ketib qolgan analiz qilishim bo'yicha. O'zi qanaqa kontent bu, nima qilinadi deysizmi? Hozir bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Suvning tagida baliqning ustiga kamera qo'yilgan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, kema cho'kib ketgan. Kemani kapitani mana bunaqa suyak bo'lib yotibdi. Xullas qiziqarli. Olganda doimiy tomoshabinlarga bu narsa qiziqarli. Shuning uchun bu narsa hozirda mana juda aktual ketyapti, ayniqsa hozir. Boshida hook ko'rsatilganda odamlarni qiziqtirish uchun, ya'ni nima bo'lgan? Odam pastda prosta o'lib yotibdi. Xunuk qilib aytganda o'lib yotibdi, skeleti chiqib cho'kib ketgan. Odam bitta ko'rganda qiziqadi. Keyin buni boshidan boshlayapti. Bu jarayonga qanaqa usulda yetib bordi bu? Xo'p, sun'iy intellekt orqali mana bu insonning obrazi yaratilgan va baliqning ustiga kamera qo'yib qo'yishyapti. Qisqasi ko'rishingiz mumkin, kichkina epizodlarga bo'lingan bular. Xullas, bunaqa videolarni har xil sun'iy intellektlarda qilish mumkin. Точно mana bunda qiling demayman, sababi imkoniyat juda ko'p bo'lgani uchun sizga qaysidir bittasini tavsiya berishga haqqim yo'q. Sababi o'zingizga qulayini tanlab ishlatishingiz mumkin. Hammasida qilsa bo'ladi. Masalan, Klingda qilsa bo'ladi, V3 da bo'ladi bemalol, Runway da bo'ladi. Sizga qaysi biri ma'qul kelsa, o'shanda qilavering bunaqa animatsiyalarni. Mana baliq sekin-astalik bilan mana bunaqa joylarga kirib boryapti. Odam suvning tagida doim ham yuravermaydi. Umri davomida insoniyatni bilmayman necha foizi suvning tagiga tushib ko'rgan, lekin juda ko'pchilik tushmagan. Shu narsani qaysidir ma'noda hissiyotini beryapti bu odamlarga, bu yoqimli. Ya'ni baliqni ko'zi bilan biz suvning tagini ko'ryapmiz. Bu esa hozirgi paytda aktual bo'layapti, bosib qolish kerak gazini. Xo'p, taxminan video 1 daqiqa atrofida bo'layapti mana. 45 sekund, 43 sekund davomida ekan, zo'r. Shu videoni tayyorlab olishingizga taxminan 1 soat, 2 soatcha vaqtingiz ketadi, tezroq ishlasangiz. Va kuniga 2 tadan video chiqarish imkoniyati sizda bor. Aytib o'tganimdek, bunaqa kontentlarni bemalol bir-ikkita sun'iy intellektlar orqali qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zim asosiy anaqamga o'tib ketib qoldim, uzr. Va yana shu joyda aytib ketayim, mana bunaqa kontentlar ham juda aktual bo'lyapti. Bular ham sun'iy intellekt orqali tayyorlangan. Prosmotrlar prosta bomba. Faqat sal murakkabroq bo'lgani uchun hali buni darsligini chiqarganim yo'q, ko'p vaqt oladi. Yaxshigina murakkab jarayon bu videolarning tayyorlanishi, lekin tepada sizlarga ko'rsatganim unchalik qiyin emas. Lekin bular maydaroq ish bo'lgani uchun juda qiyin hozirgi paytda. Hamma ham qilavermaydi. Shuning uchun darsligini hozirda pauza qilib turibman va o'ziga yarasha chiqimi ham bor. Tekinga bitadigan nishalar emas, lekin prosmotrlarni ko'rib turibsiz.
80-90% holatlarda 500 mingdan milliongacha boryapti prosmotrlar. O'zimizni anaqaga kanalga qaytadigan bo'lsak, xo'p. Eng oxirgi qo'ygan videolari bularda ham chakki emas. 4 million, 5 million, 3 million ko'rilgan. Ya'ni shu uchala videoni o'zida kamida 500-600 dollar pul bor. Xo'p, yana sizlarga nima haqida gapirmoqchi edim? Bunaqa videolarni ssenariysini, rasmini tayyorlash uchun Gemini'dan foydalansanglar bo'ladi. Gemini'ni hozirgi paytda juda ko'pchilik ishlatyapti. Ko'pchilik tushunchaga ega bo'lib ulgurdi. Google tomonidan ishlab chiqarilgan juda ham yuqori intellektli sun'iy idrok. Xullas, kirasizlar Gemini'ga mamnaqa videolar uchun menga ssenariy yozib ber deysiz yoki o'zingiz bundoq o'ylab turib ideyalar topishingiz mumkin. Suv tagiga kiradi baliq, u yoq bu yoqni ko'rsatadi. Masalan, Titanikni cho'kib ketgan vaziyatida nimalar bo'lgan, shu narsani baliqni ko'zidan ko'rsataman deysiz. Xullas, ideya qilib turib Gemini'ga prompt yozadigan bo'lsangiz, sizga mamnaqa rasmlar tayyorlab beradi. Bu sizning ideyangizdan kelib chiqadigan narsalardan bittasi. O'zingizda ideya bo'lmasa, baribir qiynalib qolasiz. Xullas, Gemini orqali rasm tayyorlaysiz 9x6 formatda va ularni maxsus promptlar orqali animatsiya qilasiz. Bu narsa maydaroq jarayon. Bularni nasib bo'lsa men darslik sifatida albatta chiqaraman, faqat VIP kanalimizga chiqariladi. Sababi prosta masalan men bu narsani sinab ko'rishim uchun ham pul ketadi yonimda. Hattoki tekinga bitadigan narsa emas. Darslik chiqarish-yu, odamlarga bu to'g'risida ma'lumotlar ulashish-yu aytmasa ham bo'ladi. Xullas, hammasi ham sizlar o'ylaganchalik oson emas. Bu prosmotrlarga qarab turib, demak zo'r ekan, bittada o'xshaydi degan xayol bo'lib qolmasa. Men tavsiya beryapman, lekin buni orqasida ham yetarlicha mashaqqatlar yotibdi. Xullas, sizlarda video tayyorlashga, umuman sun'iy intellektda ishlashga imkoniyat bormi? Shuni ishida ham ishlab ko'ringlar. Hozirda aktual kiringlar, shu narsada o'zingizlarni sininglar. Har holda yo'q joydan balki ishinglar o'xshab ketib qolishi ham mumkin. Meni vazifam yangi chiqayotgan trendlarni sizlarga ulashib borish, hech bo'lmaganda shu narsadan ogohlantirib turish. Balki shu orqali sizlarga qaysidir ma'noda yordam bergan bo'laman. Ichqoralik qilib, prosta tahlil qilasan, ko'rsatmaysan demanglar. Shunisiga ham shukr qilish kerak. Ba'zi bir insonlar bilmasdi masalan shuni isha borligini, lekin imkoniyati bor edi qo'lida yasashga. Menga ham bitta do'stimiz tavsiya berib qoldi. Bitta ko'ring qanaqa degandi, bundoq qaradim, zo'r, menga yoqdi. Hamma bir-biriga tavsiya bersa, kimni qo'lidan kelsa shu narsani yasab, shuni orqasidan non topishi mumkin. Yomon joyi yo'q, masalan odamlarga mamnaqa narsalarni ko'rsatyapti, har holda vaqtini mazmunli o'tkazishiga bir sababchi bo'layapti. Buni masalan insonga zarar keltiradigan joyi yo'q yoki o'ta foydasi ham tegib ketmaydi, har holda neytral pul ishlaysizlar. Qisqasi shunaqa. Bugungi videoyimiz umuman olganda shulardan iborat edi. Agarda mabodo sizlarda nima desa bo'ladi, YouTube'ga qiziqish yanada ortgan bo'lsa, Telegram kanalimizda shunaqa nishalarni batafsil ma'lumotlarni berib boraman. Qo'shimcha yordam uchun lichkalarim ham Telegram kanalimizda berilgan. Telegram kanalimizning manzili описаниеda bo'ladi yoki YouTube'ga Telegramga YouTube markazi deb yozsanglar ham kanalimiz kelib chiqadi. Kommentariyaga ham Telegram kanalimni kiritib qo'yaman o'rtoqlar. Manzilini shuni qo'shilib olinglar, xursand bo'laman. Menga Telegramda yaqinroq bo'lasizlar. Qisqasi shu joyda xayrlashamiz. Qo'ldan kelgancha qisqa lo'nda ma'lumot berishga harakat qildim. Agar yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying. Fikringizni kommentariyada yozishga ulgurib qolinglar o'rtoqlar. Uyalmanglar, to'g'riroq. Uzr. Xullas, hammaga xayr, sog' bo'linglar.